Hammasi aynan shu kundan boshlandi. O'tgan yakshanba kuni uydagilar iftorlikka jigar yeymiz deb qolishdi. Shaxsan men o'zim jigar yoqtirmaganligim uchun bu taomni pishirishni ham bilmasdim. Keyin bo'lsa doimgidek opajon yordamga keldilar. Bugun men sizlarga shunaqa jigar pishirib beraman, sen ham yoqtirib qolasan dedilar. Ishni birinchi bo'lib jigarni terisini shilib olib, uni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olishdan boshladilar. Ketidan 3 dona chesnokni ham mayda qilib to'g'rab bordilar. To'g'ralgan jigar ustiga tuz, tabga ko'ra ziravorlar hamda maydalangan chesnok solib, ketidan sut qo'shdilar hamda yaxshilab marinovka qilib qo'ydilar. Kartoshka bilan qo'y yog'ini ham yirik qilib, videoda ko'rsatilgandek to'g'rab oldilar. Endi navbat piyozga. Piyozlarni ham videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, qizib turgan qozonga yog' solib, avval qovurishni kartoshkadan boshladilar. Kartoshkani yaxshilab qovurib olgandan keyin ketidan piyoz solib, uni ham yaxshilab qovurib oldilar. Ketidan qo'y yog'ini solib, uni ham yaxshilab qovurib, ustidan jigarlarni sovordilar. Aynan shu proses vaqtida oshxonani shunaqangi ajoyib hid tutib ketdi. Barcha mahsulotlarni birgalikda qovurib oldilar hamda ustini yopib, dimlab qo'ydilar. Bu taomni yeb ko'rgandan so'ng jigar haqidagi fikrim umuman o'zgardi. Ishoninglar, ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Bu videoni jigar yoqtirmaydigan do'stinglarga yuborib qo'yinglar.